29-pora. Mulk surasi. Makkada nozil qilingan 30 oyatdan iborat. Mulk podshohlik, hukmronlik demak. O'zbek tilida mulk so'zi bu ma'noda kam ishlatilib, boylik, ashyo, xususiy yoki davlat mulki kabi mazmunlarda ko'proq ishlatiladi. Surada yer, osmon va boshqa mavjudotlarni yaratishdagi Allohning hikmat va qudrati, iymonsiz o'tganlarning oxiratdagi nadomatlari, rizq ro'zi talab qilish, hidoyat va zalolat kabi mavzular mujassamdir. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Mutlaq hukmronlik qo'lida bo'lgan zot Alloh barakotli buyukdir va u har narsaga qodirdir. U sizlarning qaysi biringiz chiroyliroq, savobliroq amal qiluvchi ekaningizni sinash uchun o'lim va hayotni yaratgan zotdir. U aziz, qudratli va g'afur, kechirimlidir. U 7 osmonni qatma-qat qilib yaratgan zotdir. Ey inson, Rahmonning yaratishida biror tafovutni, nuqsonni ko'rmaysan. Bas ko'zingni yana samoga qaytarginchi, unda biror yorug'ni ko'rarmikansan? So'ngra ko'zingni qayta samoga qarat, ko'zing senga xor va toliqqan holda qaytur. Haqiqatan biz yerga yaqin osmonni chiroqlar, yulduzlar bilan bezadik va ularni shaytonlarga otiladigan toshlar qilib qo'ydik. Yana ular shaytonlar uchun oxiratda do'zax azobini ham tayyorlab qo'ygandirmiz. Parvardigorlariga kofir bo'lgan kimsalar uchun jahannam azobi bordir. Naqadar yomon oqibat bu. Qachonki ular jahannamga tashlanganlarida qaynab turgan jahannamning o'kirik faryodini eshiturlar. U g'azabdan parchalanib ketgudek bo'lur. Har gal unga bir to'da kofir bo'lganlar tashlanganida, uning qo'riqchilari ulardan sizlarga dunyoda biror ogohlantiruvchi payg'ambar kelmaganmidi deb so'raydilar. Ular derlar: ha, haqiqatan bizga ogohlantiruvchi kelgan edi, lekin bizlar uni yolg'onchiga chiqarganmiz va Alloh hech kimga hech narsa nozil qilgan emas. Sizlar faqat katta zalolat, gumrohlikdadirsiz deganmiz. Ular kofirlar yana agar bizlar payg'ambar so'zlarini tinglab aql yurgizuvchi bo'lganimizda do'zax ahlidan bo'lmas edik derlar. Bas ular o'z gunohlarini shu tarzda e'tirof etadilar. Endi do'zax ahliga Allohning rahmatidan uzoqlik bo'lgay. Parvardigorlaridan g'oyibona qo'rqadigan zotlar uchun esa oxiratda mag'firat va katta mukofot bordir. Ey insonlar, gapirayotgan so'zingizni yashiringiz
yoki oshkora qilingiz baribir u dillardagi sirlarni ham biluvchidir. Axir yaratgan zot o'zi yaratgan narsalarni bilmaydimi? U latif, lutfli va xabir, xabardor zotdir. U Alloh sizlarga yerni xokisor, bo'ysunuvchi qilib qo'ygan zotdir. Bas u yerning har tomonida sayohat, tijorat yoki dehqonchilik qilib yuraveringiz va Allohning bergan rizqidan tanovul qilingiz. Qiyomat kuni tirilib chiqish uning huzurigadir. Ey Makka kofirlari, yo sizlar osmondagi zot Alloh sizlarni yerga yuttirib yuborishidan, bas birdaniga yer larzaga kelishidan, sizlarni halok qilishidan xotirjammisiz? Yoki sizlar osmondagi zot Alloh ustingizga tosh yog'dirishidan xotirjammisiz? Hali azob kelganda mening ogohlantirishim qanday ekanini bilib olajaksiz. Darvoqe, ulardan avvalgi kimsalar ham o'z payg'ambarlarini yolg'onchiga chiqargandilar. Bas mening inkorim, azobim qanday bo'ldi? Ular ustilarida qanotlarini yoyuvchi va yiqqan holda uchib yurgan qushlarni ko'rmaganmilar? U qushlarni yolg'iz Rahmongina samoda tutib turar. Albatta u barcha narsani ko'rib turuvchidir. Ey mushriklar, Rahmondan o'zga sizlarga yordam beradigan qo'shiningiz kim ekan o'zi? Kofirlar faqat mag'rurlikdadirlar. Yoki Rahmon o'z rizqini to'xtatib qo'ysa, sizlarga rizq beradigan boshqa zot kim o'zi? Yo'q. Ular kofirlar qaysarlikda va haqdan yiroqlashishda davom etdilar. Axir yuztuban yerga qarab yuradigan kimsa kofir, to'g'ri yo'lni topuvchiroqmi yoki tik holda to'g'ri yo'lda yuradigan mo'min kishimi? Ey Muhammad, kofirlarga ayting, u Alloh sizlarni paydo qilgan va sizlar uchun quloq, ko'zlar va dillarni yaratgan zotdir. Sizlar esa Allohning ne'matlariga kamdan kam shukr qilursiz. Ayting, u sizlarni yer yuzida yaratib qo'ygan zotdir. Sizlar qiyomatda uning huzuriga to'planursiz. Ular payg'ambar va sahobalarga, agar rostgo'y bo'lsangiz, aytinglarchi, ushbu va'da qiyomat kuni qachon bo'ladi derlar. Ey Muhammad, ularga ayting, qiyomat haqidagi bilim albatta Allohning huzuridadir. Men faqat aniq ogohlantiruvchidirman. Bas qachonki ular qiyomatda azobni yaqin holda ko'rishgach, u kofirlarning yuzlari shuvut bo'lur va ularga mana shu sizlar qachon bo'ladi deb so'ragan narsadir deyilur. Kofirlarga ayting, xabar beringizchi, agar Alloh meni
va men bilan birga bo'lgan kishilarni halok qilsa yoki halok qilmay bizlarga shafqat qilsa o'zining ixtiyoridadir. Ammo kofirlarni, sizlarni alamli azobdan kim himoya qilur? Ayting, u Rahmon mehribondir. Bizlar unga iymon keltirdik va ungagina tavakkul qildik. Hali sizlar kim aniq zalolatda ekanini qiyomat kuni bilib olajaksiz. Ayting, xabar beringizchi, agar suvingiz yer qa'riga singib ketsa bas, kim sizlarga oqin suvni keltira olur? O'zidan boshqa hech kim. Qalam surasi Makka da nozil qilingan 52 oyatdan iborat. Surada qalam va yozuv qurollarining sha'ni ulug'lanadi va ular bilan qasamyod etib, Alloh o'z payg'ambarining haq ekani, mushriklarning inkori va bo'xtonlari botil ekanini isbotlaydi. Surada baxillik qoralanadi va uning yomon oqibatlari ifoda etiladi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Nun. Qalam va u bilan yozadigan narsalar bitiklar bilan qasamyod etamanki, ey Muhammad, siz Rabbingizning ne'mati bois majnun emasdirsiz. Albatta sizga sabr qilganingiz uchun tuganmas mukofot bordir. Albatta siz buyuk xulq uzradirsiz. Hali yaqinda ko'rajaksiz va ular ham ko'rajaklar qaysi biringiz, sizmi yoki ularmi maftun, majnun ekaningizni. Albatta Rabbingizning o'zi uning yo'lidan ozgan kimsalarni yaxshi biluvchidir va u hidoyat topuvchilarni ham yaxshi biluvchidir. Bas ey Muhammad, islom dinini inkor etuvchilarga, mushriklarga itoat etmang. Ular bilan murosa soz bo'lishingizni, shunda ular ham siz bilan murosa soz bo'lishni istarlar. Ey Muhammad, har qanday tuban qasamxo'rga, Valid ibn Mughiraga itoat etmang. U g'iybatchi, gap tashuvchi, yaxshilikni man etuvchi, baxil, tajovuzkor, gunohkor, qo'pol va bulardan tashqari benasab haromidir. U mol mulk va o'g'illarga ega bo'lgani uchun shunday qiladi. Qachonki unga oyatlarimiz tilovat qilinsa, bular avvalgilarning afsonalari-ku deydi. Yaqinda uning tumshug'iga tamg'a bosib qo'yajakmiz. Dar haqiqat biz ularni, Makka ahlini, bog' egalarini sinaganimizdek imtihon qildik. O'shanda ular albatta uni, bog' hosilini erta tongda uzib olamiz deb qasam ichgan edilar. Lekin istisno qilmagan edilar. Xudo xohlasa demagan edilar. Bas tunda
ular uyquda bo'lgan chog'larida u bog' uzra Parvardigoringiz tomonidan bo'lmish aylanuvchi ofat olov aylandi. Bas hosil yig'ilgandek bo'lib qoldi, bog' kuyib kul bo'ldi. Erta tongda turishib bir-birini chaqirishdi. Agar hosilni uzmoqchi bo'lsangiz, ziroatgohingizga bora qolingiz, deb. So'ngra shivirlashib jo'nadilar. Bugun bog'da hosil terayotgan vaqtda ustilaringizga biror miskin kirib qolmasin-da, der edilar. Ular o'zlaricha mazkur g'arazga qodir bo'lgan hollarida tong saharlab bordilar. Bas qachonki uni kulga aylangan bog'ni ko'rishgach, avval shubhasiz bizlar yo'ldan adashib qoldik, ya'ni boshqa boqqa kelib qoldik, dedilar. So'ngra yo'q, bizlar bog'imizdan mahrum bo'libmiz, dedilar. Shunda ularning o'rta holrog'i, men sizlarga Allohga tasbih aytmaysizmi, hosil shukronasiga kambag'allar ulushini bermaysizmi demaganmidim, dedi. Ular kech bo'lsa-da Rabbimizga tasbih aytamiz, haqiqatan bizlar o'zimizga zulm qiluvchi bo'ldik, dedilar. So'ngra ular bir-birlariga qarab malomat qila boshladilar. Ular dedilar: "Holimizga voy, dar haqiqat bizlar haddan oshuvchi ekanmiz. Shoyatki Rabbimiz bizlarga u bog'dan ham yaxshirog'ini almashtirib bersa, bizlar albatta Rabbimiz sari intiluvchidirmiz." Azob mana shunday. Agar bilsalar, albatta oxirat azobi yanada kattaroqdir. Albatta taqvodorlar uchun Parvardigorlari huzurida ne'mat bog'lari bordir. Axir biz musulmonlarni jinoyatchilarga, kofirlarga barobar qilarmidik? Ey mushriklar, sizlarga ne bo'ldi? Qanday hukm chiqarmoqdasiz? Yoki sizlarda osmondan tushirilgan biror kitob bo'lib, undan o'rganayapsizmi? Unda sizlar uchun o'zlaringiz xohlagan narsa bormi? Yoki sizlar uchun bizning zimmamizda o'zlaringiz hukm qilgan narsa sizlarniki bo'lur degan to qiyomat kunigacha yetuvchi qasamlar, ahd paymonlar bormi? Ey Muhammad, ulardan so'rangchi, qaysilari bunga da'volarining haq ekaniga kafil bo'la olur ekan? Yoki ularning sheriklari bormi? U holda rostgo'y bo'lsalar, o'sha sheriklarini keltirsinlar. Boldirlar ochiladigan, ishlar mushkullashadigan va sajda qilishga chorlanishganda sajdaga kuchlari yetmay qoladigan kunni, qiyomatni eslang. O'shanda ko'zlari quyida yerga qaragan va ularni xorlik egallagan holda bo'lurlar. Ular sog'lom bo'lgan hollarida sajda qilishga chorlanar edilar, ammo undan bosh tortgandilar. Bas ey Muhammad, ushbu so'zni, Qur'onni yolg'onga chiqaradigan kimsalarni
menga qo'yib bering. Yaqinda biz ularni o'zlari bilmaydigan, sezmaydigan tomondan darajama-daraja tutgaymiz, halokatga duchor qilajakmiz. Men ularga muhlat berib turaman, zero mening makrim juda qattiqdir. Yoki siz, ey Muhammad, da'vatingiz uchun ulardan haq so'rayapsiz-u, ular qarzdan og'ir sinayaptilarmi? Yoki ularni huzurida g'ayb, lavhul mahfuz boru, ular aytayotgan so'zlarini o'shandan yozib olyaptilarmi? Bas ey Muhammad, Rabbingizning hukmiga sabr qiling va nahang baliq sohibi Yunus payg'ambar kabi betoqat bo'lmang. Qayski u baliq qornida turib, g'amga to'lgan holda Parvardigorga nido qilgan edi. Agar unga Parvardigori tomonidan ne'mat yetmaganida, albatta qoralangan holida quruqlikka uloqtirilgan bo'lar edi. Bas Parvardigori uni qaytadan payg'ambarlikka tanlab, solih payg'ambarlardan qildi. Albatta kofir bo'lgan kimsalar zikrni, Qur'onni eshitgan vaqtlarida sizni ko'zlari bilan tikilib yiqta yozurlar va albatta u majnun derlar. Holbuki u Qur'on barcha olamlar uchun eslatmadir. Haqqa surasi Makka da nozil qilingan 52 oyatdan iborat. Haqqa haqiqatan ro'y beruvchi voqea, ya'ni qiyomat demakdir. Surada qiyomat manzarasi, uning boshlanishida ro'y beradigan hodisalar, nomai a'mollarni o'ng yoki chap tomondan berilishi, Muhammad alayhisalomning haq payg'ambar ekanliklarining tasdig'i, Qur'oni Karimning buyuk ilohiy kitob ekani va boshqa ma'lumotlar mavjud. Mehribon va rahimli Alloh nomiyle. U haqiqatan ro'y beruvchidir. O'sha haqiqatan ro'y beruvchi nimadir? Ey Muhammad, haqiqatan ro'y beruvchining nima ekanini qayerdan ham bilar edingiz? U qiyomatdir. Samud va Od qabilalari qattiq zarba beruvchini, qiyomat kunini inkor etdilar. Bas Samud solih payg'ambar qavmi haddan tashqari narsa, qichqiriq yoki zilzila bilan halok qilindilar. Od, Hud payg'ambar qavmi esa dahshatli quturgan bo'ron bilan halok qilindilar. U bo'ronni Alloh ularning ustiga paydarpay 7 kecha va 8 kunduz hukmron qilib qo'ydiki, endi u joydagi qavmni chirib, ichi bo'shab qolgan xurmo daraxtining tanasidek qulab, halok bo'lib yotganini ko'rasiz. Bas ulardan biror asoratni ko'rayapsizmi? Aslo. Ularning barchalari halok bo'lib bitdi.
aytdilar. Fir'avn ham, undan avvalgi o'tgan dinsizlar ham, ostin ustun bo'lgan qishloqlar, Lut qavmining qishloqlari aholisi ham xato ish qildilar. Bas ular Parvardigorlarining payg'ambariga itoatsizlik qildilar. Bas u zot ularni o'ta qattiq ushlash bilan ushladi, qattiq azobladi. Darvoqe, biz suv tug'yonga ketgan vaqtida sizlarni Nuh payg'ambar yasagan kemada ko'tardik. Biz buni sizlarga eslatma qilish uchun va anglovchi quloqlar anglab olishlari uchun qildik. Bas qachonki sur bir bor chalinganida yer va tog'lar o'z joylaridan ko'tarilib bir-birlariga bir bor urilganda, ana o'sha kunda voqea sodir bo'lur, qiyomat qoyim bo'lur. Osmonlar ham yorilur, chunki osmon u kunda zaif bo'lib qolur. Farishtalar esa osmon atrofida Allohning amriga muntazir bo'lib tururlar. Ularning ustida Rabbingiz arshini u kunda 8 farishta ko'tarib turur. O'sha kunda sizlar hisobot uchun Allohga ko'ndalang qilinursiz. Sizlarning biror siringiz maxfiy qolmas. Bas o'z kitobi nomai a'moli o'ng tomonidan berilgan kishi aytur: mana mening kitobimni o'qingiz. Dar haqiqat men hisobotimga ro'baro bo'lishimni bilar edim der. Bas u qoniqarli maishatda, oliy jannatda mevalari uzib oluvchiga yaqindir. Jannat ahliga o'tgan kunlarda dunyoda qilib o'tgan ezgu amallaringiz sababli ushbu noz ne'matlarni yoqimli ishtaha bilan yeb ichaveringiz deyilur. Endi kitobi chap tomonidan berilgan kimsa esa der: qaniydi menga kitobim berilmasa va hisob kitobim qanday bo'lishini bilmasam. Qaniydi o'sha birinchi o'limim hamma ishni yakunlovchi bo'lsa, menga mol mulkim ham asqotmadi, saltanatim ham halok bo'lib mendan ketdi. Ey jahannam qo'riqchilari, uni ushlab kishanlangiz. So'ngra uni olovda kuydiringiz. So'ngra uzunligi 70 gaz bo'lgan zanjirga solingiz. Chunki u dunyodalik paytida ulug' Allohga iymon keltirmas edi. Miskinga taom berishga o'zini va o'zgalarni targ'ib qilmas edi. Bas bugun bu yerda unga biror do'st yo'qdir. Yeringdan boshqa biror taom ham yo'qdir. Uni esa faqat xatoga, kufrga ketganlargina yegaylar. Qasamyod etaman, sizlar ko'radigan narsalar bilan va sizlar ko'rmaydigan narsalar bilanki, u Qur'on albatta mukarram elchining Alloh nomidan aytgan so'zidir. U biror shoirning so'zi emasdir.
sizlar ushbu Qur'onga kamdan kam iymon keltirsiz. U biror kohin, folbinning so'zi ham emasdir. Sizlar kamdan kam eslatma olursiz. U barcha olamlar Parvardigori tomonidan nozil qilingan kitobdir. Agar payg'ambar bizning nomimizdan biz aytmagan ba'zi so'zlarni to'qib aytganda edi, albatta biz uning o'ng qo'lidan tutgan, so'ngra uning shoh tomirini uzib tashlagan bo'lar edik. U holda sizlardan biror kishi undan payg'ambardan halokatni to'sa oluvchi bo'lmas edi. Haqiqatan u Qur'on taqvodorlar uchun eslatmadir. Biz sizlarning orangizda Qur'onni inkor etuvchilar bor ekanini aniq bilurmiz. Albatta u Qur'on kofirlarga qiyomat kunida hasrat, nadomat bo'lur. Albatta u Qur'on aniq haqiqatdir. Bas ulug' Rabbingiz nomi bilan tasbih ayting. Ma'orij surasi Makka da nozil qilingan 44 oyatdan iborat. Ma'orij merojlar, ya'ni pog'onalar, zinalar, narvonlar degani. Surada oxirat haqida ogohlantirish, u paytda har kim o'zi uchun javob berishi, inson irodasining zaifligi, uni faqat iymon va itoat bilan mustahkamlash mumkinligi va boshqa ilohiy eslatmalar o'z ifodasini topgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Bir tilaguvchi Nazr ibn Xoris yoki boshqa kofirlar tushadigan azobni tiladi. Kofirlarga atalgan azobniki uni qaytaruvchi kuch yo'qdir. Albatta u azob merojlar egasi Allohdandir. Nazr ibn Xoris Badr jangida qatl etildi. Farishtalar va ruh Jabroil miqdori masofasi 50,000 yilga teng bo'lgan bir kunda, qiyomat kunida uning huzuriga qaytarilurlar. Bas ey Muhammad, kofirlarning aziyatlariga chiroyli sabr bilan sabr qiling, chunki ular u kunni uzoq deb bilurlar. Biz esa uni yaqin bilurmiz. U kunda osmon yog'ning quyqasidek bo'lib qolur. Tog'lar esa yung kabi to'zon bo'lib ketar. Do'st do'stidan hol ahvol so'ramas. Holbuki ular bir-birlariga ko'rsatilurlar. Jinoyatchi kofir u kunning azobidan qutulish uchun o'g'illarini, xotini va birodarini, uni o'z panohiga oladigan qarindoshini va yerdagi barcha kishilarni to'lov qilib berib, unga najot berishni istar. Yo'q, axir u shunday do'zaxdirki, terilarni sidirib oluvchidir. U haq yo'ldan yuz o'girib,
ters qarab ketganni o'ziga chaqirur. Boylikni yig'ib saqlagan, yaxshi joylarga sarflamagan kimsalarni ham. Dar haqiqat inson betoqat qilib yaratilgandir. Qachonki unga yomonlik, kambag'allik yoki musibat yetsa, u o'ta bardoshsizlik qiluvchidir. Qachonki unga yaxshilik, boylik, salomatlik yetsa, u o'ta man etuvchi baxildir. Faqat namozxonlar bundan mustasno bo'lgan hollarida namozlarida muntazam davomatli, topgan mol mulklaridan ajratilgan ma'lum haq borki, u tilanchi va mahrum kishilar uchundir. Ular yana jazo qiyomat kunini tasdiq etuvchi, Parvardigorlarining azobidan qo'rquvchi zotlardir. Zotan Parvardigorlarining azobidan hech kim xotirjam emasdir. Ular yana avratlarini zinodan saqlovchilardir. Illo o'z jufti halollari va qo'l ostidagilari, cho'rilari mustasnodirlar. Ular malomat qilinmaslar. Bas kimki buning aksini, zinokorlikni istasa, bas ana o'shalar haddan oshuvchi kimsalardir. Yana ular namozxonlar o'zlariga ishonilgan omonatlarga va o'zgalarga bergan ahd paymonlariga rioya qiluvchilardir. Ular o'z guvohliklarida to'g'ri turuvchilardir. Yana ular namozlarini vaqtida ado etib yuruvchilardir. Aynan o'shalar jannatdagi bog'larda izzat ikrom etiluvchilardir. Bas ey Muhammad, bu kofir bo'lgan kimsalarga ne bo'ldiki, siz tomonga qarab chopurlar, o'ng va so'ldan to'da bo'lib, yo ulardan har bir kishi ne'mat jannatiga kiritilishni tama qilurmi? Yo'q. Axir biz ularni o'zlari biladigan narsadan bir tomchi mani suvidan inson qilib yaratdik. Bas mashriq va mag'rib tomonlarning Parvardigori bilan qasamyod etamanki, albatta biz qodirdirmiz. Ulardan yaxshiroq insonlarga almashtirib qo'yishga. Bizdan bu ishda o'zib ketilmas. Bas ey Muhammad, ularga qo'yib bering. Ular to o'zlariga va'da qilinayotgan kunlariga yo'liqqunlaricha xom hayollariga sho'ng'ib, o'ynab yuraversinlar. U kunda ular go'yo sig'inish uchun but va sanamlarga qarab chopishayotgandek shoshilgan, ko'zlari qo'rquvda, xorlik ularni egallab olgan hollarida qabrlaridan chiqib kelurlar. Mana shu ularga dunyoda yashagan paytlarida va'da qilingan kundir. Nuh surasi Makka da nozil qilingan 28 oyatdan iborat. Surada Nuh alayhissalom o'z qavmini iymonga da'vat qilgan kezlarida
ulardan ko'rgan jabru jafolari va oxiri tavfiq topmagan kofir qavmlarining tug'yoni avj olib ketgandan keyin ularning haqlariga duoibat qilganlari to'g'risida oyatlar bayon etilgan. Ankabut surasining 14-oyatiga ko'ra, Nuh alayhissalom 950 yil payg'ambarlik qilgan. Oxiri Alloh tomonidan to'fon balosi yuborilib, kufr va zulm egalari tamomila halok etiladi. Nuh alayhissalomning necha yil umr ko'rgani to'g'risida turli xil tafsirlar mavjud. Mehribon va rahimli Alloh nomida. Haqiqatan biz Nuhni qavmingni ularga alamli azob kelmay turib ogohlantirgin deb o'z qavmiga payg'ambar qilib yubordik. U dedi: ey qavmim, albatta men sizlarga yuborilgan aniq ogohlantiruvchidirman. Allohga ibodat qilingiz, undan qo'rqingiz va menga itoat etingiz. Shunda Alloh sizlarni gunohlaringizdan o'tar va sizlarni belgilangan muddatgacha ajalingiz yetgunicha tirik qoldirar. Agar biluvchi bo'lsangiz, Allohning belgilab qo'ygan muddati kelganda aslo kechga qoldirilmas. U yana dedi: ey Rabbim, men qavmimni kecha-yu kunduz iymonga da'vat etdim. Ammo mening da'vatim ularga faqat iymondan qochishni ziyoda qildi xolos. Darvoqe, har gal men ularni sening mag'firatingga, din yo'liga da'vat etsam, ular eshitmaslik uchun barmoqlarini quloqlariga tiqib, kiyimlariga o'ralib oladilar va o'z kufrlarida qattiq turib oladilar hamda menga itoat etishga kibr qiladilar. So'ngra men ularni oshkora da'vat etdim. So'ngra men ularga o'z da'vatimni ochiq e'lon ham qildim, pinhona qilib ham aytdim. Bas dedimki, Rabbingizdan mag'firat so'rangiz. Albatta u bandalariga nisbatan o'ta kechirimli zotdir. Shunda, ya'ni istig'for aytsangiz, ustingizga osmondan barakali yomg'ir yog'dirur, sizlarga mol dunyo, farzandlar bilan madad berur, hamda sizlarga bog'lar barpo qilur va sizlarga anhorlarni ato qilur. Nega sizlar Allohni ulug'lashni, ibodat qilishni o'ylamaysiz? Holbuki u sizlarni ona qornidagi vaqtingizdan boshlab bosqichma-bosqich yaratgan bo'lsa, ko'rmadingizmi? Alloh 7 osmonni qanday qavatma-qavat qilib yaratdi. Oyni ular ichida nur qilib, quyoshni esa chiroq qilib qo'ydi. Alloh sizlarni odamni yerdan undirdi, paydo qildi. So'ngra vafot etganlaringizda sizlarni yana yerga qaytarur va qiyomatda sizlarni yana chiqarur. Alloh yerni sizlar uchun to'shak qildi, toki undagi keng yo'llarda yurgaysizlar. Nuh yana aytdi: ey Rabbim, dar haqiqat ular menga itoatsizlik qildilar hamda topgan mol dunyosi va farzandlari o'ziga faqat ziyonni oshiradigan kimsalarga ergashib ketdilar. Ular juda katta makr qildilar. O'zlariga ergashgan kimsalarga: sizlar o'z ilohlaringizni sira tark etmangiz.
Vadni ham, Suvoni ham, Yag'usni ham, Yauqni ham va Nasrni ham sira tark etmangiz dedilar. Dar haqiqat ular Nuh qavmining kofirlari ko'p kishilarni yo'ldan ozdirdilar. Ey Rabbim, zolimlarga faqat gumrohlikni ziyoda qilgin, dedi Nuh. Ular o'z xato gunohlari sababli g'arq qilinib, suv balosidan so'ng olovga kiritildilar. Bas o'zlariga Allohdan o'zga yordam beruvchilarni topmadilar. Nuh aytdi: Ey Rabbim, yer yuzida kofirlardan birorta tirik yuruvchini qoldirmagin. Chunki agar sen ularni qoldirsang, bandalaringni yo'ldan ozdirurlar va faqat fosiq noshukurlarni tug'arlar. Ey Rabbim, meni, ota-onamni, uyimga mo'min holda kirgan kishilarni va barcha mo'min va mo'minalarni mag'firat etgin. Zolimlarga esa faqat halokatni ziyoda qilgin. Jin surasi Makka da nozil qilingan 28 oyatdan iborat. Surada bir guruh jinlar toifasi Rasul alayhisalom huzuriga kelib, Qur'on tilovatini tinglab, so'ng iymon keltirganlari, umuman jinlar bilan insonlar o'rtasidagi munosabatlar, ularning samoviy vahiylarga aloqasi va boshqa ma'lumotlar o'z ifodasini topgan. Ma'lumki, Muhammad alayhisalom insonlarga ham, jinlarga ham barobar payg'ambar etib yuborilganlar. Binobarin, jinlar ichida ham mu'minlari va kofirlari, yaxshilari va yomonlari bor. Eng yovuzlari shaytonlar deb ataladi. Jinlar tutunsiz olovdan, farishtalar esa sof nurdan yaratilgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ey Muhammad, ayting, menga vahiy qilindiki, jinlardan bir guruhi tilovatimni eshitib, o'z qavmlariga borib dedilar: Dar haqiqat bizlar ajib bir Qur'onni eshitdik. U to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi. Biz darhol unga iymon keltirdik. Bizlar endi Rabbimizga hech kimni sira sherik qilmagaymiz. Albatta buyukligi oliy bo'lmish Rabbimiz birorta xotin ham, farzand ham tutgan emasdir. Albatta bizning ichimizdagi ablah iblis Alloh sha'niga uning xotini va farzandi bor deb tuturuqsiz so'z aytar edi. Yana insonlar ham, jinlar ham Alloh sha'niga sira yolg'on so'zlamas deb o'ylar edik. insonlardan bo'lmish ayrim kishilar jinlardan bo'lmish kimsalardan panoh tilashar, ularga esa yanada haddan oshishni ziyoda qilur edilar. Albatta ular insonlarning kofirlari ham xuddi sizlar gumon qilganingizdek Alloh biror kimsani qayta tiriltirmas deb gumon qilganlar. Bizlar farishtalardan vahiyni eshitib olish uchun osmonga daxldor bo'lgan edik. Uning kuchli qo'riqchi farishtalar va jinlarga otiluvchi uchar yulduzlar bilan to'la ekanini ko'rdik.
biz ilgari undan osmondagi ba'zi joylarga farishtalar so'zlarini eshitib olish uchun o'tirib olar edik. Endi hozir Muhammad payg'ambar bo'lgach, kimki qaysi jin tinglamoqchi bo'lsa, o'zini kuzatib turgan bir uchar yulduzni topar. Biz yerdagi kishilarga Alloh tomonidan yomonlik iroda qilinganmi yoki Parvardigorlari ularga to'g'ri yo'lni iroda qilganmi bilmasmiz. Albatta bizning oramizda yaxshilar ham bor va shuningdek oramizda undan beriroqlar ham, yomonlar ham bordir. Biz bundan ilgari turli tuman yo'llarda edik. Bizlar yana Qur'onni eshitganimizdan so'ng bildikki, yer yuzida Allohni ojiz qoldira olmasmiz va undan jazosidan qochib qutula olmasmiz. Biz hidoyatni, Qur'onni eshitdik-u, unga iymon keltirdik. Bas kimki Parvardigoriga iymon keltirsa, demak u yaxshiliklarning kamayib qolishidan ham, yomonliklarning ortib ketishidan ham xavfi bo'lmas. Oramizda musulmonlar ham bor, shuningdek oramizda yo'ldan ozganlar ham bordir. Bas kimki musulmon bo'lsa, demak aynan o'shalar to'g'ri yo'lni maqsad qilib olibdilar. Ammo yo'ldan ozganlarga esa bas ular jahannamga o'tin bo'luvchi kimsalardir. Albatta agar ular to'g'ri yo'lda ustuvor turganlarida, albatta biz ularni serob qilgan bo'lar edik. Bu bilan ularni sinagan bo'lar edik. Kimki Parvardigorining zikridan, Qur'ondan yuz o'girsa, u uni qattiq azobga yo'llar. Albatta barcha masjidlar Allohnikidir. Bas masjidlarda Alloh bilan qo'shib yana biror kimsaga duo ibodat qilmangiz. Yana Allohning bandasi Muhammad unga ibodat qilib turganida ular jinlar Qur'on eshitish uchun uning ustida g'uj-g'uj bo'lib yig'ila boshladilar. Ey Muhammad, kofirlarga ayting: men faqat Rabbimgagina ibodat qilurman va unga hech kimni sherik qilmasman. Ayting: men sizlarga zarar va yoki to'g'ri yo'l berishga molik emasdirman. Ayting: albatta meni Allohdan, ya'ni azobidan biror kimsa himoya qila olmas va men undan o'zga panoh ham topa olmasman. Men faqat Alloh tomonidan yetkazishga va uning elchilik vazifalarigagina egadirman. Kimki Alloh va uning payg'ambariga itoatsizlik qilsa, bas albatta unga jahannam olovi bordirki, ular o'sha joyda mangu qolurlar. O'zlariga va'da qilinayotgan azobni ko'rganlaridan keyingina kimning yordamchisi zaifroq va sanog'i ham ozroq ekanini bilajaklar. Ey Muhammad, kofirlarga ayting: sizlarga va'da qilinayotgan azob yaqinmi yoki Rabbim unga uzoqroq muhlat qilganmi bilmasman. U g'aybni biluvchidir. Bas o'z g'aybidan biror kimsani xabardor qilmas. Faqat o'zi rozi bo'lgan, tanlagan payg'ambarnigina ikki dunyoning ba'zi sirlaridan ogoh etar. Bas albatta u Alloh har bir payg'ambarning oldidan ham, ortidan ham kuzatuvchi
farishta yo'llar. Toki payg'ambarlar parvardigorlarining elchilik vazifalarini ummatga yetkazganliklarini bilish, sinash uchun shunday qilur. U payg'ambarlar huzuridagi bor narsani, ilm va amallarni ihota qilib olgandir va borliqdagi har bir narsaning sanog'ini hisoblab qo'ygandir. Muzammil surasi Makka da nozil qilingan 20 oyatdan iborat. Muzammil o'ralib olgan, ya'ni biror narsadan qo'rqqan kishi arablar odati bo'yicha kiyim yoki to'shaklarga o'ralib olar ekan. Payg'ambarimiz alayhissalom ham mushriklarning bergan aziyatlaridan xafa bo'lib o'ralib yotganlarida shu suraning oyatlari nozil bo'lgan. Unda Rasul alayhissalomga Alloh taolo tungi ibodat qoidalaridan ta'lim beradi. Tunni faqat uyqu bilan ham emas, yoki faqat ibodat bilan ham emas, balki har ikkisiga ham ma'lum vaqt ajratish to'g'risida ko'rsatma beriladi. Qur'oni Karimni Jabroil alayhissalom oyat-oyat, sura shaklida payg'ambar alayhissalomga olib kelganida uni qabul qilish jarayoni qanchalik og'ir kechsa, ulardagi ahkomlarni hayotga tatbiq etish undan da og'ir kechar edi. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Ey kiyimlariga o'ralib olgan kishi Muhammad, tunda bedor bo'lib namozga turing, faqat ozgina uxlashga vaqt qolsin. Ya'ni yarmi qolsin yoki yarmidan ham biroz kamaytiring. Yoxud unga biroz vaqt qo'shing, yarmidan ko'prog'ida uxlang va Qur'onni tartil bilan dona-dona qilib tilovat qiling. Zero biz sizga og'ir so'zni, Qur'onni tushirajakmiz. Albatta kechasi ibodat uchun bedor bo'lib turish faoliyat jihatidan og'irroqdir. Lekin so'zlash, qiroat qilish jihatidan qulayroqdir. Albatta siz uchun kunduzi payg'ambarlik ishlari bilan davomli mashg'ulot bordir. Rabbingizning nomini mudom yod eting va unga butunlay ajraling. U mashriq va mag'ribning parvardigoridir. Undan o'zga iloh yo'qdir. Bas unigina vakil, himoyachi qilib oling. Ular mushriklar aytayotgan so'zlarga, ozorlariga sabr qiling hamda ularni chiroyli tarzda tark eting. Sizni inkor etuvchi o'sha farog'at ahlini menga qo'yib bering va ularga ozgina muhlat bering. Haqiqatan bizning huzurimizda kishanlar va do'zax bordir. Yana tomoqdan yaxshi o'tmaydigan yiring va qon kabi taom hamda alamli azob bordir. U kunda yer va tog'lar larzaga kelar va tog'lar to'zib ketuvchi qum tepalarga aylanib qolur. Ey Makka
sizlarga ahli, biz sizlarga xuddi Fir'avnga payg'ambar yuborganimiz kabi ustingizdan guvohlik beruvchi payg'ambarni Muhammadni yubordik. O'shanda Fir'avn Muso payg'ambarga itoatsizlik qilgach, biz uni qattiq ushlash, jazolash bilan ushladik. Bas agar sizlar kofir bo'lsangiz, o'z dahshati bilan bolalarni qaritib, oq sochlarga aylantirib qo'yadigan kunning, qiyomatning azobidan qanday saqlanursiz? U dahshat sababli osmon ham yoriluvchi, Allohning va'dasi amalga oshuvchidir. Albatta ushbu oyatlar eslatmadir. Bas kim xohlasa shu eslatmadan ta'sirlanib Parvardigori sari yo'l tutar. Ey Muhammad, albatta Rabbingiz siz va siz bilan birga bir toifa sahobalaringiz kechaning 3dan 2sidan ozrog'ida, ba'zida uning yarmida va goho 3dan 1ida bedor bo'lib namozda turishlaringizni bilur. Kecha va kunduz miqdorini Alloh belgilar. U sanog'iga yeta olmasligingizni bilib, tavbalaringizni qabul etdi. Endi kechalari namozlaringizda Qur'ondan o'zingizga oson bo'lgan darajada o'qiyveringiz. U sizlarning orangizda bemorlar bo'lishini, boshqalar Allohning fazli rizqini istab yer yuzida safar qilishlarini va yana boshqalar esa Alloh yo'lida jangga chiqib ketishlarini bilgan. Bas qiynalmay Qur'ondan oson bo'lgan miqdorda o'qiyvering. Namozni barkamol ado etingiz, zakotni o'z joyiga beringiz va miskinlarga ehson qilish bilan Allohga qarzi hasana beringiz. O'zlaringiz uchun taqdim qilinadigan yaxshilikni qiyomat kuni Allohning huzurida yanada yaxshiroq va ulug'roq mukofot holida topursiz. Allohdan mag'firat so'rangiz. Albatta Alloh mag'firatli va rahimlidir. Muddassir surasi Makka da nozil qilingan 56 oyatdan iborat. Muddassirning ma'nosi ham oldingi suradagi Muzammil ma'nosi bilan bir xildir. Surada islom diniga da'vat etishda payg'ambar alayhisalomga yuklatilgan burch va vazifalar, qiyomatda bo'ladigan ishlar, jannat, do'zax, hisob-kitob, jannat ahli bilan do'zax ahli o'rtasidagi savol-javoblar va boshqa ilohiy o'gitlar mavjud. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Ey liboslariga burkanib olgan kishi Muhammad, turingda insonlarni oxirat to'g'risida ogohlantiring. Rabbingizni ulug'lang, liboslaringizni poklang, butlardan yiroq bo'ling.
berayotgan narsangizni ko'p sanagan holingizda ehson qilmang. Rabbingiz uchungina sabr qiling. Qachonki qiyomat e'loni uchun sur chalinganida, yana o'sha kun qiyin kundir, kofirlarga oson bo'lmagan kundir. Ey Muhammad, men so'qqabosh qilib yaratgan kimsani, Validni o'zimga qo'yib bering. Men unga keng mo'l boylik berdim. Xizmatiga hozir u nozir o'g'illarni ham, yana unga hayot ne'matlarini muhayyo qilib qo'ydim. So'ngra u boriga qanoat qilmay, yana ziyoda qilishimni tama qilur. Yo'q, chunki u oyatlarimizga iymon keltirish o'rniga qarshilik qiluvchi edi. Yaqinda men uni do'zaxdagi baland dovonga duchor qilajakman. Chunki u Qur'on to'g'risida yomon fikr yuritdi va nima deyishni o'ylab qo'ydi. Halok qilingur qanday hisobga oldi. Yana halok qilingur qanday hisobga oldi. So'ngra u o'ylagan rejalariga qaradi. So'ngra Qur'ondan ayb topa olmagach, yuzini tirishtirdi va burishtirdi. So'ngra haqdan yuz o'girdi va kibr qildi. Bas dedi, bu Qur'on sehrning o'zidir. Bu ayni basharning so'zidir. Yaqinda men uni saqarda, jahannamda kuydirajakman. Ey Muhammad, saqarning nima ekanligini qayerdan ham bilar edingiz? U biror kofirni qoldirmas ham, o'z holiga qo'ymas ham, balki kuydirib azob berur. U terilarni qoraytirib kuydiruvchidir. Uning ustida 19 farishta qo'riqchilik qilur. Biz faqat farishtalarni do'zax egalari qo'riqchilari qildik. Va biz faqat kufrga ketgan kimsalarni sinash uchun ularning sanog'ini 19 ta qildik. Toki kitob berilgan kimsalar aniq bilgaylar va iymon keltirgan zotlarning iymonlari yanada ziyoda bo'lgay. Hamda kitob berilgan kimsalar ham, mo'minlar ham bu xususda shak shubha qilmagaylar. Yana dillarida maraz, munofiqlik bo'lgan kimsalar va kofirlar bu misol bilan Alloh nima demoqchi degaylar. Alloh o'zi xohlagan kimsalarni mana shunday yo'ldan ozdirib qo'yar va o'zi xohlagan kishilarni hidoyat qilur. Parvardigoringizning qo'shinlarini, farishtalarning adadi va sifatlarini uning o'zigina bilur. U jahannam haqidagi xabar insonlar uchungina bir eslatmadir. Yo'q, oy bilan qasamyod etaman, o'tib ketgan tun bilan ham, yorishib kelayotgan tong bilan hamki, albatta u jahannam oxiratdagi ulkan balolardan biri. Insonlar uchun ogohlantiruvchi, sizlardan ilgarilashga
yoki chekinishga ixtiyorli kishilar uchun tayyorlab qo'yilgandir. Har bir jon o'zi dunyoda qilgan yaxshi va yomon amali bilan garovlidir. Faqat o'ng tomon egalarigina jannatlarda bir-birlari bilan savol-javob qilurlar jinoyatchi kofirlar haqida. Ular do'zax ahliga sizlarni saqarga nima kiritdi deganlarida ular ayturlar, bizlar dunyoda yashaganimizda namozxonlardan emas edik. Miskinga bizga bergan Allohning boyligidan taom beruvchi ham bo'lmadik. Bizlar behuda so'zlarga sho'ng'iydiganlar bilan birga sho'ng'ir edik. Jazo kunini, qiyomatni yolg'onga chiqarar edik, to aniq narsa o'lim kelgunicha. Endi shafoatchilarning shafoati ularga foyda bermas. Nega ular ilohiy vahiy va eslatmadan yuz o'giruvchidirlar? Xuddi cho'chigan eshaklardek sherdan qochib. Yo'q, ulardan har bir kimsa o'ziga ochiq sahifalar berilishini istar. Yo'q, balki ular oxiratdan qo'rqmaslar. Yo'q, u Qur'on bir eslatmadir. Bas xohlagan kishi undan eslatma olur. Ular faqat Alloh xohlaganidagina Qur'ondan eslatma olurlar. U undan qo'rqishga ahil, loyiq va mag'firat ahli hamdir. Qiyomat surasi Makka da nozil qilingan 40 oyatdan iborat. Surada qiyomat kuni ro'y beradigan hodisalar, qayta tirilishning haqligi, hisob-kitob, jazo va mukofotlar, dunyoparastlikning salbiy oqibatlari, oxiratda jannat ichra Alloh o'zi tanlagan solih bandalariga didorini ko'rsatishi, shirk va kufrda o'tganlarning yuzlari qorayib ketishi, o'lim achchig'i va boshqa ma'lumotlar bayon etilgan. Mehribon va rahimli Alloh nomiyle. Qiyomat kuni bilan qasamyod eturman. Yana malomatchi nafs bilan qasamyod eturmanki, qiyomat kuni qayta tirilib, hisob kitob qilinursiz. Inson uning chirib ketgan suyaklarini sira to'play, tiklay olmaydi deb bizdan gumon qilurmi? Yo'q, biz o'sha kuni uning barmoqlarini ham tiklab, tekislab qo'yishga qodirmiz. Balki inson kelgusida fujur, gunoh ishlarni qilishni istaydi. Qiyomat kuni qachon o'zi deb so'raydi. Bas qiyomat dahshatlaridan ko'z qamashganda, oy ham tutilganda, quyosh va oy birlashtirilganda, ana o'sha kunda inson jazodan qochadigan joy qayerda deb qolur. Yo'q,
boshpana yo'qdir. U kunda ey inson, yolg'iz Rabbing huzurida qaror topishgina bordir. U kunda insonga dunyodalik chog'ida qilib o'tgan va qoldirgan barcha narsalarning xabari berilur. Balki u kunda inson a'zolari o'zining zarariga guvohlik beruvchidir. Garchi u uzurlarini o'rtaga tashlasa ham. Ey Muhammad, Qur'onni tezroq yodlab olish uchun tilingizni u bilan ko'p harakatlantiravermang. Zero uni sizning dilingizda jamlash ham, tilingizdagi qiroati ham bizning zimmamizdadir. Bas qachon biz Jabroil tilida uni o'qisak, siz ham uni o'qishga ergashing. So'ngra uni Qur'onni bayon qilib berish ham albatta bizning zimmamizdadir. Yo'q ey Makka mushriklari, balki sizlar naqd dunyoni yaxshi ko'rasiz. Oxiratni unga tayyorlanishni esa tark etasiz. U kunda ba'zi yuzlar yashnab turuvchi Parvardigorlariga boquvchidir. Yana u kunda ba'zi yuzlar burushgan holda o'zlariga noxushlik bo'lishini o'ylab kutib turarlar. Dar haqiqat jon xalqumga yetganda, vafot etayotganga dam soluvchi kishi bormi deb qolinganda, jon taslim qilayotgan kimsaning o'zi bu dunyodan ajralish ekanini anglaganda, jon berish qiyinligidan oyoqqa chalishib qolgan bir vaqtda yolg'iz Rabbingiz huzuriga haydalish bordir. Na Qur'on va payg'ambarni tasdiq etdi u va na namoz o'qidi. Balki u Qur'onni yolg'on dedi va iymondan yuz o'girdi. So'ngra gerdayganicha o'z ahli tomon ketdi. Ey ko'rnamak inson, holingga voy sening, yana voy. So'ngra holingga voy sening, yana voy. Inson o'zini bekor tashlab qo'yiladi deb o'ylaydimi? Axir u bachadonga to'kiladigan manidan iborat bir haqir nutfa emasmidi? So'ngra lahda qon bo'ldi, bas Alloh uni yaratib tikladi. So'ngra undan juftlar, erkak va ayolni paydo qildi. Ana shu Alloh qiyomat kuni o'liklarni tiriltirishga qodir emasmi? Albatta qodir. Inson surasi Madinada nozil qilingan 31 oyatdan iborat. Surada Alloh taolo inson zotini yo'qdan bor qilgani, so'ngra ikki qarama-qarshi yo'nalishga ravona qilib qo'ygani, kufr va iymon egalarining oqibatlari, payg'ambar alayhisalomga tasalli beruvchi o'gitlar va boshqa ilohiy ko'rsatmalar mavjud.
va rahimli Alloh nomi ila. Aniqki, inson uzra qachondir tilga olgulik narsa bo'lmagan vaqt muddat kechgan. Dar haqiqat, biz insonni imtihon qilib, otalik va onalik suvlaridan aralash bir nutfadan yaratdik. Bas uni eshituvchi va ko'ruvchi qilib qo'ydik. Dar haqiqat, biz uni insonni xoh u shukr qiluvchi musulmon bo'lsin va xoh noshukr kofir bo'lsin yo'lga yo'lladik. Albatta biz kofirlar uchun zanjirlar, kishanlar va alanga do'zaxni tayyorlab qo'yganmiz. Albatta yaxshi, solih kishilar jannatda mizoji xushbo'y bo'lmish qadahdan may ichurlar. Allohning bandalari jannatda ichadigan bu chashmani o'zlari xohlagan joydan chiqarib oqizib olurlar. Ular hozirda o'z zimmalariga olgan nazrlarini ado qilurlar va yomonligi, dahshatlari keng yoyiluvchi kundan qo'rqurlar. Taomni esa suyib tursalar-da, o'zlari yemasdan miskin, yetim va asirlarni yedirurlar. Ular ayturlar: bizlar sizlarni faqat Alloh yuzi uchun taomlantiramiz. Sizlardan bu ish uchun biror mukofot va minnatdorchilik kutmasmiz. Bizlar Rabbimiz tomonidan bo'ladigan azobdan yuzlar tirishib, burishib qoluvchi bir kundan, qiyomatdan qo'rqarmiz. Bas Alloh ularni o'sha kunning yomonligidan saqlar va ularning yuzlariga tarovat, dillariga surur baxsh etar. Yana sabrlari sababli ularni jannat va egnalariga ipak liboslar bilan mukofotlar. Ular u joyda so'rilarga yastangan hollarida o'tirurlar. U joyda quyosh haroratini ham, zamharir qish sovug'ini ham ko'rmaslar. Jannat soyalari ularga yaqin va mevalari ham uzishga oson bo'lishi uchun egib qo'yilgan bo'lur. Ularga kumush idishlarda taomlar va o'zi kumushdan yasalgan bo'lsa-da, shaffoflikda shisha bo'lib ketgan qadahlarda sharoblar aylantirilur. Shisha bo'lganda ham kumushdan ularni soqiylar o'lchab qo'yganlar. U joyda mizoji zanjabil bo'lmish qadahlarda may ichirilur. U yerdagi chashmaning nomi salsabil deb atalur. Ularning ustida mangu yosh xodimlar xizmat qilib aylanib tururlarki, ularni ko'rganingizda sochib yuborilgan durlar deb o'ylarsiz. U joyga qaraganingizda noz ne'matlarni va katta podshohlikni ko'rursiz. Ustlarida yashil ipak va shoyi liboslar bo'lib, ular kumush bilaguzuklar bilan bezangan bo'lurlar va Parvardigorlari ularga pok sharob ichirur. Albatta bu sizlar uchun mukofot va sizlarning sa'y harakatlaringiz Alloh nazdida maqbuldir.
ey Muhammad, albatta biz sizga bu Qur'onni bo'lib nozil qildik. Bas siz Rabbingizning hukmiga sabr qiling va ulardan, kofirlardan biror gunohkor yoki noshukurga itoat etmang. Erta-yu kech Rabbingiz nomini yod eting. Yana kechaning bir qismida ham unga sajda qiling va uzun tunda unga tasbih ham ayting. Albatta ana u kofirlar naqd dunyoni suyurlar va ortlaridagi og'ir kunni, qiyomatni esa esdan chiqarib qo'yurlar. Biz ularni yaratdik va barcha a'zolarini mustahkam qildik va xohlagan vaqtimizda ularni halok qilib, ularga o'xshash boshqa odamlarga almashtirib qo'yurmiz. Albatta bu sura bir eslatmadir. Bas kim xohlasa uni qabul qilib Parvardigori tomonga yo'l olur. Ey insonlar, istaklaringiz faqat Alloh xohlasagina ro'yobga chiqur. Albatta Alloh bilim va hikmat egasidir. U xohlagan kishilarni o'z rahmatiga, jannatiga kiritur. Zolimlar uchun esa alamli azobni tayyorlab qo'ygandir. Mursalot surasi Makka da nozil qilingan 50 oyatdan iborat. Mursalot Alloh tomonidan yuborilgan shamol demak. Surada qiyomat kuni haq ekanini isbotlash uchun Alloh taolo ma'lum mavjudotlar nomi bilan qasamyod etadi. Undagi oyatlarda insonning yaratilib dunyoga kelishi, dunyoda yashashdan asosiy maqsad oxirat uchun hozirlik ko'rish ekani, hozirlik ko'rish o'rniga foniy dunyo maishati yo'lida oxiratini boy berib qo'yganlarning ahvoli achinarli bo'lishi ifoda etilgan. Mehribon va rahimli Alloh nomida. Qasamyod etaman, paydarpay ezdiriladigan shamollar bilan, quturadigan bo'ronlar bilan, bulutlarni yoyib yuboradigan, haq bilan nohaqlikni ajratib beradigan, eslatma olib tushib, mo'minlarni uzur mag'firat qilish yoki kofirlarni ogohlantirish uchun xizmat qiladigan farishtalar bilanki, albatta sizlarga va'da qilinayotgan narsa qiyomat va hisob kitob voqe bo'luvchidir. Bas qachonki yulduzlar nurlari so'ndirilgach, osmon qobig'i ochilgach, tog'lar qumlar kabi sochilgach va payg'ambarlarga belgilangan vaqt kelgach, qiyomat qoyim bo'lur. Payg'ambarlar o'z qavmlari bilan hisoblashishlari qaysi kunga belgilangan o'zi? Ajrim kuniga albatta. Ey inson, ajrim kuni nima ekanligini sen qayerdan ham bilursan?
u kunda hayotlik vaqtlarida qiyomatni inkor etuvchilar holiga voy. Axir biz avvalgi osiy ummatlarni halok qilmadikmi? So'ngra keyingilarini ham agar kufrda bo'lsalar ularga qo'shurmiz. Jinoyatchi kofirlarni mana shunday halok qilurmiz. U kunda qiyomatni inkor etuvchilar holiga voy. Axir biz sizlarni bir haqir suvdan, manidan yaratmadikmi? So'ngra u suvni, nutfani puxta qaror topadigan joyga qo'ymadikmi? Ya'ni ona qornida ma'lum muddatgacha. Bas biz undan insonni yaratishga qodir bo'ldik. Naqadar qudratlidirmiz. U kunda qiyomatni inkor etuvchilar holiga voy. Axir biz yerni har qanday narsani o'ziga yig'uvchi qilib qo'ymadikmi? Tiriklarni ham, o'liklarni ham. Yana biz yerda baland tog'larni paydo qildik va sizlarga tog'lardan oqib tushadigan chuchuk suvni ichirdik. U kunda qiyomatni inkor etuvchilar holiga voy. U kunda kofirlarga deyilur: sizlar dunyodalik paytingizda yolg'on deb yurgan narsaga endi boringiz. 3 bo'lakli soyaga boringiz. Hech qanday salqinlik bermaydigan va alangani ham to'smaydigan soyadir u. Darvoqe, u jahannam balandlikda qasrdek ulkan alangalarni otur. Ular xuddi sariq tuyalarga o'xshar. U kunda qiyomatni inkor etuvchilar holiga voy. Bu kunda ular so'zlay olmaydigan hamda ular uchun uzr aytishlariga ham izn berilmaydigan kundir. U kunda qiyomatni inkor etuvchilar holiga voy. Bu ajrim kunidir. Ey bu kunni yolg'on degan kimsalar, mana biz sizlarni ham avvalgilarni ham jamladik. Bas agar sizlarda do'zaxdan qutqaradigan biror hiyla bo'lsa, menga o'sha hiylangizni ko'rsatingiz. U kunda qiyomatni inkor etuvchilar holiga voy. Taqvodor zotlar esa u kunda albatta soya salqinlar va chashmalarda va ko'ngillari istagan turli xil mevalar ichida bo'lurlar. Ularga deyilur: qilib o'tgan yaxshi amallaringiz sababli jannat ne'matlarini yoqimli ishtaha bilan yeb ichaveringiz. Albatta biz ezgu ish qiluvchilarni mana shunday mukofotlaymiz. U kunda inkor etuvchilar holiga voy. Ey kofirlar, ozgina vaqt yeb foydalanib qolingiz. Zero sizlar kufringiz tufayli jinoyatchidirsizlar. U kunda inkor etuvchilar holiga voy. Qachon ularga ruku qilingiz,
namoz o'qingiz deyilsa ruku qilmaslar. U kunda inkor etuvchilar holiga voy. Axir ular Qur'ondan keyin shunday aziz kitobga iymon keltirmasdan boshqa qanday so'zga iymon keltirurlar?